Agar siz 21 kun davomida har kuni uxlashdan oldin bir dona kivini yeb ko'rsangiz, tanangizda nimalar sodir bo'lishi mumkinligini bilasizmi? 21-kuni bo'ladigan narsa sizni hayratda qoldiradi. Birinchi kuni tanangiz serotonin moddasining ajralishiga yordam beruvchi tarkiblarni o'zlashtira boshlaydi. Kivi antioksidantlar va serotonin ishlab chiqarishga yordam beradigan moddalar bilan boy. Ular chuqur uxlashni qo'llab-quvvatlaydi. 7-kechaga kelib siz tezroq uxlaysiz, uyqu sikllari uzayadi va siz tongda o'zingizni tetikroq his qilasiz. Atrofdagilar sizdagi o'zgarishlarni payqay boshlaydi. Yuzingiz tiniq va dam olgan ko'rinadi. 14-kunda hazm qilish yaxshilanadi. U ichak faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi va kechasi qorin dam bo'lishini kamaytiradi. 21-kechada esa uyqu sifati eng yuqori cho'qqisiga chiqadi. Melatonin darajasi oshadi, kortizol kamayadi va nerv tizimi to'liq tiklana boshlaydi. Ishtaha nazoratga olinadi, kayfiyat barqarorlashadi va miyada tumanlik yo'qoladi. Siz ham shunchaki har kechasi bir dona kivi yeb uyqu sifatingizni tabiiy yo'l bilan yaxshilang. Bu challenjda qatnashish istagingiz bo'lsa, izohlarda kivi so'zini yozib qoldiring. Ko'ramiz qancha obunachilarimiz bu challenjda qatnashar ekan.